Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Katta-Oqtepa qishlog'idamiz. Biz xalqimizga bir murojaat bilan chiqyapmiz. Bizni bir ukamiz Hojakbar 18 yoshda miya saratoni bilan tashxis qo'yilgan. Hindistonga 6 marta borib keldi. Endi oilaviy sharoit yaxshi edi. Hozir ukasi ham sotildi. Mashinalarini ham sotgan, hamma aka-ukalar hammasi yordam bergan. Hozir iloji yo'qligidan chiqyapmiz. Vatandoshlar, iltimos sizlardan hozir yana Hindistonga borish kerak. 40 ming dollar pul kerak bo'lyapti. Hozir qishloq mahalladan yig'ilyapti, yetmayapti-da. Shunga bizga homiy kerak. Gruppa ochganmiz Hojakbar uchun deb, gruppalarimizdan ham tushunlar bo'lyapti. Yana ko'proq bizga kerak. Shunaqa saxovatpesha insonlardan so'rab qolamiz, iltimos qilib qolamiz. Hojakbar ukamizga ehsonlari bo'lsa, ayamasin. Men shu Oqtepa xalqiga rahmat. Shunchalik, bunchalik deb men o'ylamadim. Hozir hammalari oyoqqa turib shuncha ehson qilyapti. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Hojakbar ukamiz o'zi 18 yoshda 5 vaqt namoz o'qiydi, Qur'onni 15 parasini yodlab qo'ygan. Iltimos ham yurtdoshlar sizlardan mana shunga bizga yordam beringlar. Katta homiylar bo'lsa ham bizga yordam bersa iltimos.